Assalomu alaykum. Menga eng arzon avtomobil kerak deganlarga mana eng arzoni. Hamma narsasi ichida. Mashinani narxi, hammasi chiqishi, общий summasi 2 million 700 ming won. SM3 2 million 700 mingga chiqadi. 2010-yil 162 ming yurgan. 1.6 объем benzin. To'g'ri, benzin qimmat. Gazli mashina kerak deganlarga shuni tavsiya qilaman. 1.6 ko'p yemaydi. Hozir yog'ni narxi ancha tushib qoldi. Xabaringlar bo'lsa kerak. Balonlari yaxshi holatda, diskalari ham shilinib ketmagan unchalik. Mashinamiz eshigi bechko'cha dasti bor ekan. Xo'sh, narxi arzon mashina kerak degan akalarimizga shuni tavsiya qilaman. 2 million 700 mingga olib ketaverasizlar. Hammasi ichida, 1 oylik garantiyasi ham bor ichida. Black box'i bor. Mashinamiz monitori yo'q. 50 mingga monitor qo'yib beradi. Hop, sizinasi latali, materialli, koja emas. Yaxshi. Qishda chiqsalar chaqmaydi, muzdakkina. Yozda qizib turgan bo'lmaydi. Materiali zo'r. Oldi balonlari ham cho'tka holatda. Xullas, hammasi ichida 2 million 700 ga shuni olib ketaverasizlar. 1 oylik garantiyasi ichida. Arzon mashina kerak deb ko'pchilik so'raydi, shuni tavsiya qilaman. Kelib test drive qilib ko'rasizlar. Mashina ideal holatda.